Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008-yil 4-oyda ikkinchi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam o'rkishi. 3-bob. Qaynam o'rkishi. 1. Lutfulla 1939-yil kuzda Eli gimnaziyasini bitirib, texmo cho'nqur bilim tahsil qilish arzusida Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Ayni zamanda buğda etikida barliqqa kelgan Coşkun hayatning bilim ma'rifat sahnasida Jungo Kompartiyasining munavvar a'zolari asosli rol tutadi. Bu yerdagi Darul Funun, o'lkalik Darul Muallimin va o'rta maktablarda Yan'an va O'rta Osiyodan kelgan munavvar ziyolilar dars o'tadi. Atoqliq Baynal Minal kutubxonasida turli kitoblar, inqilobiy asarlar to'lib turadi. Gazet jurnallarda, ma'rifat munbarlarida ilg'or adabiyot san'at mutlaq ustunlikka ega edi. Linjilu, Maudun qatorliq munavvar inqilobiy yozuvchilar falsafa, yangi adabiyot va yangi ideologiyalik oratur lektorlari va rolchilari edi. Yangi ilg'or adabiyot san'atining teg uchi dal fashizmga, feodalizmga va jaholatga qartiladi. Mana shular aynan zamonning muayyan va ro'shan davr orqa ko'rinishi edi. İctihatliq, talantliq yosh Lutfulla Urumchiga kelgan kundan boshlab buğda etikidagi mushu qaynoq hayot dengizida to'lqin yerib o'zishga, buğda cho'qqisida chaqnab turgan cho'lpandek yorishga boshladi. U talka davandan eshib Urumchiga kelguncha buğda tig'iga sovg'a qilish uchun yozgan Qizil gulga purkanguncha yer jahon sarlaviylik she'rini ko'tarib Urumchiga kelgan kunining ertasiga cho'ng ko'rikdagi Şinjan gazitxonasiga apardi. Uzun o'tmay bu she'r gazet yuzda e'lon qilinib, ammo ichida ajoyib ta'sir qo'zg'atdi. Lutfullani nabur six ishchilari qizg'in kutib olgan edi. Bu kuni u six ishchisi bo'lib ishlayotgan shoir Ni Bosaqov Ili gazeti nabur sixidan yaqindala yo'tkilib kelgan ishchi do'sti Turdi Hüsyin bilan qizg'in paranglashdi. Ilidagi chig'indagidek yozmoqchi bo'layotamsan? Naburchik Turdi Hüsyin do'sti Lutfulla bilan bo'lgan suhbatni mushu savol orqali boshladi. Uningdan natijasi oshirib, dedi Lutfulla. Biroq chetnakdagimson yana sen tizishdanla qo'rqmasang, men chetnakdan qo'rqmayman. Yantaqobning Urumchiga kelganidan xabar topdingmi? U nima ish qilibdi? G'uljida imtihondan o'talmagan-ku. U imtihondan o'talmasmi? Xususiyati yaraydigan maktabga keladi. Qani qaysi maktab ekan u? Saqchi amaldorlarini tarbiyalash maktabiga. Bir sho'xt ekan, asli yantaq bu yerga o'libdi degina. Shundaq, mening hili chetnak tegimson deganim ana shu Yantaqovni ko'zda tutganim edi. Sen Novogorod'dagi Yantaqov fojiasini anglaganmiding? Anglamaychu, uning G'aynulla avzi ishki oldida patqoqqa milinib yotgani butun g'uljuq purkatmidimi? Demak, Yantaqovning tushar yeri patqoq. Yantaqdan qo'rqqan o'tinchi hisoblamaydi. Tertek odamlar oxir mehbus bo'ladi. Gumonxo'r kishi azobda qo'raydi. Fitnaxo'r qarg'ish topadi. Bugun mening sizlarga akalgan she'rim Qizil gulga purkanguncha yer jahon sarlaviylik she'r. Yer jahon qizil gulga purkangan chaqda Yantaqovning tikini qaror kelamdi. Biroq ko'zga ilmagan tutquchomoq degan xalq maqoli bor emasmi? Ikki do'st Yantaqov ustida qiziq munozara qilishayotganda Ni Bosaqov kirib Lutfullani uyiga chayga taklif qildi-da, kuchaylan Bosaqovnikiga kirib dasturxon ustida yana uzungacha sirdashdi. Keyingi chaqlardimi ular quyuq do'stona munosabatda o'tishdi. O'liklik Darul Mualliminda dars boshlangan birinchi kunila Lutfulla tarixchi ustozi Abdulla Davud bilan ko'rishdi. U ustoziga Anvar Nasiri yozgan bir parcha salom xatni topshirdi. Shuningdan keyin ikkilan o'rtasidagi do'stlik mangu ayrilmas inqilobiy do'stlikqa aylanib ketdi. Tarixchi Abdulla Davud o'z o'quvchisining jur'atligidan faxrlanadi. Uning talantiga yuqori baho beradi. Dastlabki o'qish yilida Lutfulla ayni zamondagi Uyg'ur she'riyat sahnasida eng oldingi qatorda mangdi. Uning aktual temalarda yozgan Ozodlik kuylari, Batur yillar, Top yerib izlar basqanda, Lenin shundoq o'rgatgan Yanar tog'lar, Muhabbat va nafrat qatorliq nurg'un she'riy asarlari xuddi fontandek etilib chiqib, Tangri tog'ning shimoliy va janubini jaranglatdi. Uning she'riy ilhomi qaynam buloqdek o'rkashlab tashatdi. Shunga u o'ziga munosib holda
Qaynam Örkishi nomli taxallusni qabul qildi. Keyingi kunlardagi ijodiyati mushu taxallus bilan e'lon qilinishga boshladi. Lutfullahning ijodiyat yo'lidagi ma'naviy quroli Linjilu tahrirlikida chiqqan Yangi Nur jurnali va Mavdunning davlat mudofaa adabiyoti to'g'risidagi nazariyaviy maqolasi bo'ldi. U bu maqola jurnallarni zo'q bilan berilib o'rgandi. Dokladlardan ilhom oldi va ular bilan bevosita ko'rishga muyassar bo'lgan edi. 2000 yili mart oyining ma'lum bir kuni saharda Nanliang Moyka ko'chasi yonidagi 6-maktabning 2 nafar qizli o'quvchisi shu maktabning ilmiy mudirining bir parcha taklifini ko'tarib kelib Lutfullahning qo'liga berdi. Lutfullah maktabdan ruxsat so'rab qizlar bilan birlikda Nanliang tarafga qarab mandi. Yo'lda qiz o'quvchilar Lutfullahga qiziqarli savol qo'yib mang'atdi. Lutfullah aka, biz yaqinda sizning ayollar bayramiga bag'ishlab yozgan Mart shamliga Uyg'ur qizi Rayhonning buyruqi degan she'ringizni ko'rdik. Bu she'ringizda siz qaysi Rayhonni ko'zda tutdingiz? Qizlar ichidagi oq yuz, g'unchi bo'y, sadroq biri qo'ygan bu savolni anglab, Lutfullah kulib tashladi va kulgisi to'xtagandan keyin "Sizlarcha men qaysi Rayhonga yozgandek turman?" deb qizlardan so'radi. "Uni biz bilmaymiz, atay so'rayapmiz." "To'g'ri, men bir Rayhon uchun emas, hamma xotin qizlarga qaratib yozdim. Amsa nimishqa xotin qizlarning buyruqi deb yozmadingiz? Hamma xotin qizlar to'g'risidagi mazmun shu she'rda aniq bor. Sizlar yana bir qatim obdan o'qib, she'rning ma'nosini tushunib ko'ringlar. Men Rayhon degan ismni hamma qizlarga vakil qilib oldim. Bu ism biror Rayhonni yoki sinflardagi bir qancha Rayhon emas, barliq xotin qizlarni o'z ichiga oldi." Ular paranglashib minib 8-armiya ish bajarish o'rnining oldi bilan Moyka ko'chasi do'qmushidan aylandi-da, udul 6-maktab qurosiga yetib bordi. 6-maktab ilmiy mudiri va o'qituvchilari Lutfullahni qizg'in qarshi oldi. 6-maktab ilmiy mudiri Lutfullahni 4-may oldidan o'quvchilarga maktab naqshisi o'rgatib qo'yishga taklif qilgan edi. Lutfullah mutallib bo'lsa, ayni zamonda maktab naqshisi tekstini ko'p yozgan va ko'p ahang ijod qilib, o'smirlarga o'zi bevosita o'rgatgan edi. Uning inqilobiy ahanga solgan yoshlik o'rgan, barimiz uchun olg'a, vatanni qo'g'dashga, yeri cho'ng, boyligi mo'l Shinjong qatorliq maktab she'rlari butun Shinjongga tarqalgan edi. U dangliq naqshi dirijori bo'lish salohiyati bilanmi yoshlar orasida tunilgan edi. Ilmiy mudirning buyruqi bilan butun o'quvchilar maktab qurosiga ratlik tizildi. Lutfullah saboqdoshlarining oldiga kelib, o'rganishni tizlab boshladi. U ikkala qo'li bilan udarliq dirijorlik qiladi. Qo'ru ichi jonlanib, zilzilaga kelgan edi. Naqsha ovozini anglab, yengilab paytondan tushgan egiz bo'y, keng peshona, do'maloq yuz, o'ttir yosh, chiroyli kiyinib olgan salobatlik bir kishi tarjimonni agashtirib olib 6-maktab qurosiga kirib keldi-da, Lutfullahning naqsha o'rgatish san'atini xili bir vaqtcha kuzatib turdi. U kishi Shinjong Darul Funun o'quvchilariga falsafa darsi so'zlab bo'lgandan keyin Darul Fununning mudiri Du Jongyuanning paytonida o'ltirib qaytib kelishi edi. Du Jongyuan bo'lsa 6-maktabga qo'shni 41-nomerli qurada o'ltiradi. Naqsha o'qitish oyoqlashgan chog'da iliqi kishi tarlab tapchirab ketgan Lutfullahni chaqirib olib, Lutfullahning ism familiyasini so'rash bilan birga o'zini tunishtirdi. Demak, bu kishi Shinjong madaniy aloqa bog'lash jamiyatining mudiri, Jungoning atoqli yozuvchisi Mavdun ekan. Sizning ismingizni she'r va drama ijodiyatida o'sayotganligingizni angladim. Mavdun illiq kulib turib Lutfullahga ilhom berib, bugun niyer bo'lib inqilobiy naqsh o'rgatayotganligingiz meni texim xushallandirdi, dedi yana. Peshqadamlarning ta'limi, dedi Lutfullah javoban. Mening olg'a bosish yo'limni yo'ritib bergan chiroq. Ular maktab darvozasi oldida qizg'in qo'l siqishib turib xo'shlashdi. 2. Lutfullahning Urumchidagi adabiyot san'at ijodiyatlari ichida drama muhim o'rinni tutadi. U qisqagina vaqt ichida komediya, drama va opera bo'lib 8 dan ortiq asar yaratdi. Nasriddin Afandi, 1-Avgust, Qo'rqmas yurak, Bo'rondan keyingi oftob, Kurash qizi, Samsoq akang qaynaydi, Chiman bilan palvon, Chin modan. Ko'plagan dramalarda u asosiy rollarni o'zi oladi, rejissyorlik qiladi, o'zi girim ishlariga, dekoratsiya izlashga, muzikasini ishlashgacha qatnashadi.
O'lkalik Uyg'ur uyushma teatr umiki uning faoliyat maydoni edi. O'lkalik Uyg'ur uyushmasi uning drama asarlarini kitob qilib, butun Şinjandagi teatr umaklariga tarqatib berib turadi. Ayni zamonda Uyg'urlarning drama sohasidami hech kim uning bilan teng turolmaydi. Uning drama asarlari uchun asosan fashizmga qarshi turish, feodalizm jaholatini so'kish, ilm ma'rifatga undash qatorliq mazmunlar bilan yo'g'rilg'achqa butun Şinjan xalqining zo'r olqishiga erishdi. Lutfulla yana yosh adabiyot san'atchilarining o'sib yetilishi uchun Şinjan gazetida yosh yozuvchilarga yordam nomli maxsus stol ochdi va O'lkalik Uyg'ur uyushmasining sanoyi nafisa yinida muzika o'rganish kursugi tashkil qilishga faol kuch chiqardi. Shuning bilan u Uyg'ur sanoyi nafisa tarixida drama tanqidchiligining bosh rolchisi edi. Ayni zamonda sahnada qo'yilgan dramalarning o'ynalish ahvoli, har bir rol olg'uvchilarining qutuq kamchiliklari uning san'at xumor taxallusi bilan yozilgan tanqidiy maqolasi orqali atsila Şinjan gazetida aynakda ko'rsatilib turadi. Uning 1941-yil kuzda Qashqarga borgan chig'ida Qashqar gazetida besilgan Chimangul sahnida Ravabingni yangi padiga chal sarlavirlik tanqidiy maqola va she'ri Janubiy Şinjan sanoyi nafisa xizmatining ravoy tepishiga turtki bo'ldi. Afsuski, Lutfulla O'lkalik Darul Mualliminda aran bir yilda o'qiy oldi. O'tirda bir yil tarjima xizmati bilan Janubiy Şinjanning tog'larida bo'ldi. Keyingi 1,5 yil Şinjan gazeti tahrir bo'limida ishladi. Lekin uning Darul Muallimindan ayrilish chig'idagi eng oxirgi 2 soatlik dars uning kurash ruhini tavlashda hal qilg'uch ahamiyatga ega bo'ldi. Uning biri Qaysar yozuvchi Lushin asarlaridan elingan muni bir kuplet she'r. G'azab bilan homiyman qabih zolimlarga, kala bo'lib bosh egiman sabiy bolalarga. Ikkinchisi Abdulla Davudning tarix darsi. Tarixchi Abdulla Davud sinfga kirib dars munbiriga chiqqan hamon Lutfullaga ko'z tikib, kichik Tagor birkiling deb uni oldiga chaqirdi va Lutfullaga tarix kitobining bir betini ko'rsatib, ichidagi xaritini doskaga sizishga buyurdi. Lutfulla chaqqonlik bilan sizib chiqdi. Lutfulla qaytib o'z o'rnida o'ltirgandan keyin tarix muallimi doskaning usti chetiga Spartak deb cho'ng xat yozib leksiya boshladi. Lutfulla Lushinning she'rinimi, tarix darsining ruhinimi doim esida saqlab yuratdi. Uni o'z amaliyatiga hamisha tatbiqlash ko'yda bo'ladi. 1943-yil atyoz mezgilida u bir do'sti bilan Nanliang tarafga berib, ikkinchi doktorxona qishiga kelganda qattiq yomg'ir quyayotdi-da, do'sti bilan qochib doktorxonaga kirib oldi. Uzun o'tmay bir doktor ularning qishiga kelib, iltimos talaffuzi bilan balnisimizda og'ir yurak kasali bilan og'rib yotgan bir musofirni qutuldirish uchun qon kerak bo'lib qoldi. Xil kildigan qon topolmayapmiz. Agar qon bo'lmasa, u musofir kishi o'lib ketadi. Mubodo sizlardan biringlarning qini xil kelib qolsa, uni qutuldirish uchun ozroq qon berishga rozi bo'lamsizlar? dedi. Yomg'ir yana hadab qattiq yig'vatadi. Doktorning so'zini anglab, Lutfulla bilan birga kelgan hiliqi ziyoli bo'ynini to'lg'idida neri ketdi. Lutfulla hech bir ikkilanmasdan, "Bo'ladi. Mening qinimni tajriba qilib ko'ringlar. Xil kelib qolsa, men qinimni beraman", dedi. Doktor xushal bo'lib Lutfullani balnisga boshlab kirdida musofir og'riq bilan ko'rishtirdi. Kasallar yotqining bulung tarafidagi bir sim karavotda o'ruq, chiroyida zarracha qon yo'q, qaraqash, qangsharliq bir og'riq musofir aronda nafas ilib yotadi. Uning bir jup nursiz ko'zi aronla pildirlaydi. Lutfulla uning ahvolini bilmak bo'lib muloyimlik bilan "Aka, ismingiz nima? Qayerdan bo'lsiz?" deb so'radi. Og'riq javob berish uchun o'rnidan qo'zg'almoq bo'lib edi. Lutfulla darhol bir uni qo'zg'atmay, beshini sal ko'tarib o'z o'rniga yotqizib qo'ydi. Qaraganda u o'rnidanmi qo'zg'ala olmaydi. Og'riq kishi aran "Ismim Yodikor, Aqsu shahar ichi Langar ko'chasidan" deb javob berdi. "Tuqqanlaringiz bormi? Bir tul onam, Dilbar otliq birla kichik qizim bor. Beqib olgan bir singlim bor. Onangizni zar yig'latib, qizingizni qaqshitib, bu yerda nima qilatdingiz?" Lutfullaning bu so'zni anglagan hamon bemorning ko'zlaridan yosh quyilib ketdi.
Doktor təsəlli berib onun yığısını aran toxtub alğandan keyin Yadigar açıq bir tenivilib sözləşkə başladı. Nima malum var efendim. Meni və məndək neçə min kişini zalimlar məcburi əskerlikə tutub altın kolayslar deb 6 ayga əvətdi. Mən Turğan Liyanның jallatları 6 ay tigi arasida Aqqan degan bir qazaq padachini tutulib yalang'achlab ustidan qaynoq suv qo'ydi. Aqqan pisand qilmay jallatlarga kuchlik nafrat yog'dirdi. Oxiri Aqqanni qaynab turgan qozonga tashlab o'ltirib etdi. Bu ahvolni o'z ko'zimiz bilan ko'rib chidab tura olmadik. Ba'zilarimizning ko'zidan yosh oqqanligini ko'rib olgan boshliqlarimiz bizni yalang'achlab sim qamchi bilan urib, nechtimizni zaxmlantirib etdi. Nurg'un dehqon bolalari sovuqda to'nglab o'ldi. Gahilari so'qishda o'lib ketdi. Ularning jasadlari cho'lda qoldi. Mening chidashga taqatim qolmay, oxiri qilin qor yig'ayotgan bir kechada qochdim. Lekin ochliqda, qattiq qor shivirgan azobida chala o'lik bo'lib, aran taslikda mushu yerga kelib oldim. Lutfulla ahvolning tegiga yetgandan keyin uningga tasalli berishga boshladi. Aka, sizga hozir qon berish zarur ekan. Agar mening qinim xil kelib qolsa, sizning hayotingizni qutuldirish uchun azroq qinimni sizga sovg'a qilaman. Keyinmi sizni yo'qlab turaman. Ko'nglingizni buzmang. Rahmat uka, mendan yanmasa ballalarimdan yanar. Lutfulla doktor bilan billa qon ilish bo'limiga manganda notanish bir kishining bu oliyjanob fazilati va himmatidan qattiq ta'sirlangan Yadigar ixtiyorsiz un silib yig'lab tashladi. 3-bob tugadi.